Ayollarning o'z huquqlarini bilmasligi va ularni talab qila olmasligi haqiqatan ham kelinlarning qadrlanishiga sabab bo'luvchi eng katta va ichki omillardan biridir. Ko'p qizlarimiz o'ylarga qadam qo'yishganda qanday qonuniy, shaxsiy va diniy huquqlarga ega ekanliklarini tasavvur ham qila olishmaydi. Bu muammoning negizida nimalar yotadi va qizlarimiz qaysi huquqlarni yaxshi anglab yetishlari kerak? 1. Huquqiy savodsizlik va ko'nikish sindromi. Ko'pincha o'zbek oilalarida qiz bolaga faqat uning majburiyatlari uqtiriladi. Xizmatda bo'lishing kerak, kattalarga gap qaytarma, nima desa shu. Natijada kelin uydagi har qanday taqiq, haqorat yoki hattoki iqtisodiy cheklovlarni ham tabiiy holat deb qabul qila boshlaydi. O'zga nisbatan qilinayotgan munosabat qonunga ham me'yorga ham zid ekanini farqlay olmay qoladi. 2. O'zbekiston qonunchiligida ayollarning qanday huquqlari bor? Aslida qonun kelin va ayollarni har tomonlama himoya qiladi, biroq ularni bilmaslik choralarini samarasiz qoldiradi. Iqtisodiy huquq, mulk huquqi. Nikoh davomida orttirilgan har qanday mol-mulk xotin uyda o'tirib, faqat ro'zg'or va bola bilan band bo'lgan taqdirda ham teng yarmi xotinning mulki hisoblanadi. Ko'p kelinlar men pul topmaganman deb hamma narsadan voz kechib ko'chada qolishadi. Tazyiq va zo'ravonlikdan himoyalanish, qonunchilikda nafaqat jismoniy kaltaklash, balki ruhiy va iqtisodiy zo'ravonlik uchun ham javobgarlik bor. Kelinni haqorat qilish, kamsitish, ota-onasi bilan gaplashishni taqiqlash, pul bermaslik, bularning barchasi tazyiq hisoblanadi va ayol bularga qarshi himoya orderi olishga to'la huquqli. Mehnat va o'qish huquqi. Yoki qaynoning ayolga o'qishni yoki ishlashni asossiz ravishda butunlay taqiqlab qo'yishi uning shaxsiy erkinligini cheklash hisoblanadi. Diniy huquqlar noto'g'ri talqin qilish. Ko'p oilalarda din faqat erkakning foydasiga pesh qilinadi. Ayol kishi eriga itoat qilishi shart. Lekin islom dinida ayolga berilgan huquqlar kelinlarga tuzxuntirilmaydi. Ayol o'z topgan pulini ro'zg'orga sarflashga majbur emas, u faqat o'ziniki. Ro'zg'orni va ayolni to'liq ta'minlash nafaqa faqat erkakning zimmasidagi farzdir. Ayol erning ota-onasi va qarindoshlariga xizmat qilishi shariatda majburiyat farz emas, balki yaxshilik va hurmat yuzasidan qilinadigan ma'naviy amaldir. Uni buni qilishga majburlash, buning uchun haqoratlash aslo mumkin emas. 4. Bu vaziyatni qanday o'zgartiramiz? Maktab va oliygohlarda huquqiy savodxonlik. Qizlarga yoshligidan fahadiyo zaks qanday majburiyat va huquqlarni berishi, aliment nimaligi, nikoh shartnomasi qanday tuzilishi dars sifatida o'tilishi kerak. Kuyov va kelinlik kurslarini kuchaytirish. Nikohdan oldin faqat tibbiy ko'rik emas, balki psixologik va huquqiy tayyorgarlikdan o'tish majburiy va sifatli bo'lishi lozim. Ota-onalarning tarbiyadagi urgusi. Qiz bolaga yoshligidan sening ham o'z fikring, o'z huquqlaring bor. Sen kimgadir tobelik uchun tugilmagansan degan ishonchni singdirish zarur. Sizningcha bugungi kunda o'zbek qizlariga o'z huquqlarini o'rgatishda eng katta to'siq nima? Internet va kitoblardan yiroqlikmi yoki oiladagi jim o'tir gapirma degan an'anaviy tarbiyami?